5-0 ga yutqazdik deb yig'layotgan bolalarning video rasmlari to'lib ketdi internetga. Janubiy Koreya jahon chempionatiga birinchi marta 1954-yil qatnashgan. Vengriyaga 9-0, Turkiyaga 7-0, jami 16-0 ga yutqazib uyiga qaytgan. Koreyalik bolalar yig'lab o'tirmadi. 35-40 yil jahon chempionatiga yaqinlashmadi. O'qidi, mehnat qildi, urushda vayron bo'lgan Koreyani obod qildi. Samsung, LG, Kia, Hyundai kabi jahon chempionlarini chiqarishdi. Bu chempionlar Yevropa, Amerikaning darvozasiga gol urdi. Ya'ni dunyo bozorini egalladi. Bugungi boy, badavlat Janubiy Koreyani ana shu bolalar qurgan. Shuning uchun sizlar ham yig'lab o'tirishni bas qilinglar. Bor diqqat e'tiborni ilm olishga, o'sishga, rivojlanishga qaratinglar. Haqiqiy chempionlik ilmda, taraqqiyotda, farovonlikda bo'ladi.